haqiqatan ham mana sizni do'stlaringiz aytishgandek, onajoningiz har doim bizlarni hamma yutuqlarimizning guvohi bo'lganlar. Jumladan meni onajonimlar ham. Mashhurbek bilan NTT telekanalida Dilkash lahzalar shousida birga qatnashganmiz, bellashganmiz, urushganmiz, talashganmiz va oxiri Mashhurbek aytgandek, biz baribir birinchi o'rinni olganmiz. O'shanda aytgandim Mashhurbekga, "Na, buncha o'zingizni o'qqa cho'qqa urmasangiz, ustoz san'atkorlar bor bo'lsa u yerda. Yodgor Sa'diyev, Ra'no Yarasheva, rahmatli Fathulla Mas'udovlar, Muhammad Iso Abdulxayrov, to'g'rimi Muhammad Iso aka? Juda ham ko'p ustoz, to'g'ri, juda ham ko'p ustoz san'atkorlar ishtirok etishganda, lekin bu men baribir birinchi bo'laman deydigan xarakteri bor edi-da. Aytardim, shuncha ustoz san'atkorlar turganda bizni yutmaymiz baribir, yutkazamiz. Unchalik ham joningizni fido qilmang desam,